Hozirdan niyat qilib qo'ying, bunaqa uy xudo xohlasa siz ham olasiz. Bu uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Choyxona Salomda joylashgan uyimiz bo'ladi. Uyimiz ko'ryapsizmi, 4 sotuvdan iborat bo'ladi. Ko'chadan ko'rgan odam bu uyni 4 sotuv deb o'ylamaydi. To'g'risi aytaman, men o'zim ham 8 sotuv deb o'yladim. Chunki fasadi bilan uglovoyda joylashgani uchun shunaqa chiroyli bo'lib turibdi. Uyimiz haqiqatda menga hammaga yoqib ketadigan uyimiz bo'ladi. Hozir sizlarga hovlisini ko'rsatib o'tamiz. Endi uyimizni ichini, hovlisini ko'rib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yuring. Ko'ryapsizmi, uyimizni bu yerda yashil hudud va bu yerda yozgi basseyn qilib ketilgan. Fasadlariga e'tibor bersanglar, toza travertin toshlardan ishlatib ketilgan. Hozir mana bu tomonni ko'rsatamiz. Bu tomonni hozir kechqurungi videosini ko'ramiz. Mana qaranglar. Ko'rdinglar, kechqurungi videosi xuddi shunaqa yonib turadigan Onyx toshlardan foydalanib ketilgan. Ko'ryapsizmi, haqiqatda zo'r qilingan. Bu yerda barbeku zonalar qilib ketilgan. Bu yerda bemalol stul qo'yib qo'ysanglar, bemalol choy ichib o'tiradigan zonasi. Endi bu tomonni hozir sizlarga o'sha ekranimizda ko'rsatib o'tamiz. Bu uyimizda alohida dam oladigan zonasi bo'ladi. Bu yerda ko'rsanglar, bu yerda bemalol joylar qo'yib qo'ysanglar, bemalol dam olib o'tiradigan zona qilib qo'yilgan. Mana bu joylar toza Onyx tosh qilingan va ichida chiroq qoldirib ketilgan, afishina qilib yonib turadigan joyi bo'ladi. Haqiqatda kamin ishli, rostiga ham kamin qilib ketilgan. Endi sizlarga uy ichini videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, shuni profilimizga kirsanglar, uy ichini videosini alohida video chiqaramiz. Uning uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa. Narxiga keladigan bo'lsak, uyimiz narxi pastda telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Rahmat hammaga.